Hi-Target va 700S modeli noqulay sharoitlarda usti yopiq fiks olish qiyin bo'lgan joylarda fiks ola olishini bilarmidingiz? Hozir buni sizlardan test qilib sinab ko'ramiz. Ko'rib turganingiz bozorni usti yopiq, atroflari ham yopiq, ichki yo'laklaridan koordinat olib ko'rsatamiz hozir. Hozir fiks holatda turibdi. Bu yerdan koordinat olishni boshlaymiz. Binoni ichki qismiga kiramiz. Ko'rib turganingizdek fiks holatda koordinat bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek oddiy GPSlar fiks olmaydigan holatda Hi-Target va 700S modelimiz yuqori aniqlikda koordinata ma'lumotlarini olib berdi. Bu priborimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada ++ qoldiring yoki instrumentga murojaat qiling.